Assalomu alaykum, hurmatli matematika shaydolari. Kvadratni ichidan olingan ixtiyoriy nuqtadan uning uchlarigacha bo'lgan masofalar orasidagi bog'liqlikni topishga harakat qilamiz. Ko'rinib turibdiki, bu yerda kvadratni ichidan ixtiyoriy nuqta olingan va bu nuqtadan uchlarigacha bo'lgan masofalarni x, y, z deb belgilab oldim. Kvadratni tomonlari bir-biriga teng bo'ladi. Xo'p, birinchi qiladigan ishim bitta balandlik tushirib olaman. Shu nuqtadan o'tadigan bitta balandlik va bu tomonga ham bitta balandlik o'tkazaman. Shu nuqtadan o'tadigan 90 tushadi. Endi tushgan balandliklar tomonlarni m va n ga ajratsin. Kesh nuqtasidan f g ga ajratsin. Shunda f ga g ni qo'shsam, m ga n ni qo'shganimga teng bo'ladi. Kvadrat tomonlari teng. Pastki qism n bo'lgani uchun mana bu yer n bo'lganligi uchun yuqori qismi nima bo'ladi? N ga teng bo'ladi. Endi mana bu qismi m ga teng bo'lganligi uchun yuqori qismi ham m ga teng bo'ladi. Bu qism g bo'lgandan keyin bu qism ham g bo'ladi. Shunday belgilab chiqdim. Endi mana bu uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llayman. Ya'ni n kvadrat qo'shilgan g kvadrat teng x kvadratiga. Hop, keyingisi bu uchburchak uchun qo'llayman. Mana katetlari m va g ga teng. Y ning kvadratiga. Endi bu uchburchak uchun qo'llayman. Mana bu uchburchak uchun Pifagor teoremasi, keyin mana bu uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llayman. Natijada n kvadrati qo'shilgan f ning kvadrati teng z ning kvadratiga, m ning kvadrati qo'shilgan f ning kvadrati teng t ning kvadratiga. X kvadrat, y kvadrat, z kvadrat, t kvadrat. O'sha nuqtadan uchlarigacha bo'lgan masofalarni kvadratlariga bog'liqlik bo'ldi. Keyin guruhlab olaman. Yuqorida ikkitasini, keyin mana bu ayirib tashlayman. Ayirib tashlaganimda n kvadrat ayrilgan m kvadrat teng x kvadrat ayrilgan y kvadrat bo'ladi. Endi pastda ikkitasini ham guruhlaymanda yana ayirib olaman. N kvadrat ayrilgan m kvadrat teng z kvadrat ayrilgan t kvadrat bo'ladi. Endi bu ikkalasini yana sistema qilib turib, bir-biriga tenglab olaman. Ya'ni n kvadrat minus m kvadratlar bir-biriga teng. Chetdan x kvadrat minus y kvadrat teng z kvadrat ayrilgan t kvadrat bo'ladi. Bir tomonga o'tkazsam x kvadrat t kvadrat teng z kvadrat plus y kvadrat degan tenglik hosil bo'lib qoladi. Demak, doim mana bu bilan mana buni kvadratlari yig'indisi buni kvadratiga buni kvadratini qo'shgani yig'indisiga teng bo'lar ekan. Shu qoida kelib chiqdi. Biz savolimizda kvadrat berilgan. Kvadrat deb qaraymiz shunga. Kvadratni 1, 5, 7. Mos ravishda 1, 5, 7 edi. Buni topishimiz kerak. Hosil qilgan qoidamizga qo'yamiz. 5 t kvadrati qo'shilgan x kvadrati teng 1 ning kvadrati qo'shilgan 7 ning kvadratiga. X ning kvadrati teng 49, 50, 25 ga. X teng 5.